Question 2. Question 2. 8. Exponential equation. 3 times e to the power of 2x minus e to the power of x minus 10 equals to 0. Dedim. То есть он ve 30 var. Bu düşen mi? Aniq. Men buni belgilayman. Misol uchun buni t desam, men buni kvadrati. Nimaga? Chunki y ni x'ini kvadrati deganimda ko'paytiriladi, y ni 2x'si bo'ladi. Diskriminatsiya bu tamam. Da. Shunda, ya'ni 2x deganligi uchun bu t kvadrat bo'ladi. Kvadratni o'rab yangi chiqadi. 3t kvadrat minus t minus 10 teng 0 ga bo'ladi. Hop, 6 dan 5 ketdi, 1 chiqadi. Ajratsaveradi. 3t bilan t qildim, 5 bilan 2 qildim. Bilan bittasi minusda. Minus chiqishi uchun bunga minus beraman. Bunga buni ko'paytirsam 5t bo'ladi, buni bunga ko'paytirsam minus 6t bo'ladi. 5t dan 6dan t dan ayrsam minus t qoladi. Tushunarli? Ama Viyeta qildingiz-da hozir. Viyeta ajratib topaman. Shunda bunaqasiga yozaman. 3t plus 5 i t minus 2. To'g'rimi? To'g'ri? Hozircha ko'paytirib chiqilgan. 3t kvadrat mana minus 6t plus 5t minus t ga teng. 5 kere 2 minus 10. Shunda 3t plus 5 ni 0 ga teng desam, 3t teng minus 5 ga bo'ladi. T teng minus 5 taqsim 3 bo'ladi. Tak как t'imiz y ni x'inchisi y degani 271 da. Musbat sonning любой darajasi manfiy bo'la olmaydi. Bundan yechim yo'q. Tushunmadim. Qayerdan? Y bu 271, 72. Uni xohlagan musbat daraja qo'y, manfiy daraja farqi yo'q. Manfiy son chiqmaydi. Har doim musbat. Plusli chiqmaydi, minusli chiqmaydi. Plusli chiqish kerak. Hozir buni ustidan plusli chiqadi. Ikkinchi yechim. T minus 2 ni 0 desak, t teng 2 bo'ladi endi. T teng 2 degani y ni x'inchi darajasi 2 ga teng degani. Mumkin. Buni ishlash uchun y lnlanadi ikki taraf. ln deydi. ln y 1 bo'lib keladi. X o'zi tushadi. X teng ln 2 ga bo'ladi. Mana javob ln 2. Javob ln 2. Tushunarli? Hozir bu nimaga o'xshamadi? Chunki stependa-da, stependligi stependa отрицательный son chiqmaydi. Положительный chiqishi kerak. Rasmga olaylik. Xo'p, mana bunaqa tip misollar bor. Shunga o'xshagan. Misol uchun aytganki, y ni pastda bormidi, shunda ko'rdimmi, qayerda ko'rdim? İkinci tip misol. Mana. Y'ni 3x'inchisi, y'ni minus 3x'inchisi. Buni qanaqa ishlaymiz? Bu minus bo'lgani uchun pastga tushib ketadimi? Ha? Da, endi nima bo'ldi? 3 ko'paytiruv 3 ni y'ni 3x'inchisi minus 2 bo'lingan y'ni 3x'inchisi bo'lib qoladi. 5 ga qot qilsam minus 5 teng 0 ga. To'g'rimi? Nima bo'ldi? Belgilashtirsam, mana bu t bo'ladi, 3t bo'ladi. Bu 2 bo'lingan t bo'ladi. Tushunarli? Shunda yana kvadratni o'rniga chiqadi. Qanaqa? Mana 3t minus 2 bo'lingan t. Общество nima belgilaman. Bunga t beraman, bunga t beraman. O'zida 3t kvadrat minus 2 minus 5t taqsim t teng 0 ga. T 0 bo'la olmaydi. Mana buni ishlayman. Buni ishlash uchun nima qilaman? Kvadrat tenglaman. 3t kvadrat minus 5t minus 2 teng 0 ga. 3 kere 2 6, 1 ayirdim 5 chiqdi. Qaytadan ishlamasang diskriminantga qo'y. Nega 1 ayırdingiz? Chunki 2 kere bitta. Hop, qaytadan 3t bilan t dedim, 2 bilan 1 dedim. Mana bu minus dedim, buni plus dedim. 3 kere 2 minus 6t bo'ldi. Mana bu plus 1t bo'ldi, minus 5 chiqdi.
Tushunarli? Sen boshdan ko'rasan. Tushunding? Qadam tushunmading. O'chiraman. Tushunaman. Eng boshidagi unaqa Eng boshidagi. mana o'chirayotgan joyi. Qaytadan. Yo'q, oson emas. Qara. Jihaz bosib ujirami oson. Minus daraja nima? -3. Minus daraja nima? Pastda degan. Pastda qoldim shuni. Mana nima bo'ldi? 3 ko'paytiruv y-ni 3x-si -2 taqsim 3 y-ni 3x-si deb oldim mana. Mana pastga tushib oldim. Mana pastga tushib ketdi. 2 emas-ku bu daraja, faqat y-niki. 2 tepada turaveradi. Bu pastga tushadi. Y-ni 3x-si. 5 ni bu yoqqa o'tkazdim, -5 teng 0 dedim. Keyin belgiladim. T dedim, A dedim, B dedim, C dedim va hokazo. Ya'ni mana buni belgilab oldim. San T san dedim. O'shanda san ham bir xilsan, san ham T san bo'ladi. Tushunarli? Shunda tenglama nimaga aylandi? 3T bo'ldi, -2 taqsim T bo'ldi, -5 teng 0 ga bo'ldi. Ko'rasanmi? Anu chopib ketdimi? Chopib ketmadi. Bularni T deb oldim. San T san, san ham T san. Yo X san, yoki A san, B san. Shunaqa bo'ldimi? Endi общий знаменатель B. T'mi bunda yo'q-ku. Bunga T beraman. Bunga ham T beraman. 3T ni T ga ko'paytirsam 3T kvadrat bo'ladi. -2 -5T bo'ladi. Taqsim T bo'ladi teng 0 ga. Bo'ldimi? T 0 bo'la olmaydi. Sonni 0 ga bo'lsam 0 chiqmaydi. Mana tepasi 0 bo'lish kerak. Ana senga kvadrat teng deyman. 3T kvadrat -5T -2 teng 0 ga. Endi yechim topishing kerak bo'ladi. Yechim topish uchun yo diskriminantga qo'yasan yoki ko'paytiruvchiga ajratasan. Ko'paytiruvchiga ajralsa ajratasan, ajralmasa diskriminantga qo'yasan. Boshqa iloji yo'q. Mana savol bor edi. Mana aytasiz pastdagi zaminachiligi T 0 ga teng bo'la olmaydi. Ha. Pastdagi T bilan tepadagi T bir xil. Bir xil. O'shanda hozir T ni o'zi 0 ga teng bo'la olmaydi-da. Ya'ni past, ya'ni o'zi aslida y ni любой darajasi 0 ga teng chiqmaydi. O'sha uchun просто skip ketaman. Bu yoqqa 0 ga qo'yadi. Hozir 0 chiqish uchun qaysidir zaminachil baribir 0 bo'lishi kerak. Da. Zaminachil emas. Qaysidir taraf bo'lishi kerak. O'sha uchun buni 0 dedim, buni 0 emas dedim. Mana buni tepasi 0 bo'lishi kerak, pasti 0 bo'lmasa ham bo'ladi. Shunda buni 0 desam kvadratni o'rniga chiqadi. Ajrataman. 3T bilan T bo'ldi, bu 2 bilan 1 bo'ldi. Bunga minus berdim. 3 kere 2 -6T bo'ldi, bunga plus 1T bo'ldi. -6 plus 1T -5T ni beradi. Bunaqasiga yozaman. Ya'ni 3T plus 1 bo'ladi, T -2 bo'ladi. Teng 0. Bundan nima chiqdi? 3T plus 1 teng 0 ga desam, 3T teng -1 bo'ladi. T teng -1 taqsim 3 bo'ladi. T'imiz y ni 3x bo'lganligi uchun u manfiy songa teng bo'la olmaydi. Ikkinchisi, y ni 3x teng bu 2 ga chiqadi yoki t teng 2 ga bo'ladi. T teng 2 ga bo'ladi. Y ni 3x teng 2 ga bo'lganligi uchun bu taraf ikki taraf elenlanadi. Ln y ni 3x teng ln 2 bo'ladi. Mana bu bir yo'q bo'lib ketdi. 3x teng ln 2 bo'ladi. Demak x teng ln 2 ni 3 ga bo'laman. Nimaga yo'q bo'lib ketdi? ln y 1 degani. ln y 1 bo'ladi. Mana bu prosta darajadan tushib keladi pastga 3x bo'ladi. O'sha uchun lnlanadi. Y darajada, A darajada degan misollar. Misol uchun 5 darajada x teng 3 bo'lsa, ishlash uchun logaritm 5 asosiga ko'ra logaritmlanadi ikki taraf. O'shanda mana bu yo'q bo'lib ketadi, x tushib keladi. X teng logaritm 5 asosiga ko'ra 3 bo'lib chiqib keladi. Logaritmni tenglamalarini hali ishlamadik-da o'shanda. Ulgurmadik. Ancha ko'p narsa bor edi. Tushundim. Tushundingmi? Hop, logaritm LG2 plus 1. Hazırlaşma o'sha Robinga variantdan qilamiz. Robin variantimi? Mana oson ko'ring, kim ham logaritmni ln
Bu ham xuddi shunaqa. Hop, lekin bunaqa. Qarang farqini. Chunki bu yerda просто y ni ikkinchisi noma'lum. Bu yerda y ni 3x noma'lum. O'sha uchun qiyinlashdi. Qiyinimiz bo'ldi. Shu sizlarni ishinglar shu qiyinimiz bo'ldi deyotganda. Ana xuddi Antoshkaga o'xshadi. Это мы не проходили, это нам не задавали затрудности. To'g'rimi? Bo'ldi, qiyinimiz. Bor yo'q 15% ekan. Ha, bor yo'q. вообще все. Ha, o'zi bittasini kuydirib o'tiribsan. Kelmayman, kelmasdan. Bundan final bo'lmadi ya. Bu degani ham javob birinchi semestr final ham bo'lmadi-yu. Final bilan bitta bo'lib ketdi. Final yo'q. Final birinchi semestrda emas, ikkinchi semestrda final. Ana bizada bo'lmasa ingliz klassida ikkita bo'ladi. Ha. Chunki darslar ko'p. Chunki ingliz tiliyiz birinchisi English plus, ikkinchisi English advanced. Advanced qo'yamiz. Bizaniki ikkalasi ham matematika. Gap qoldimi bular? Hop, o'chiraman, ketdi. Tushunarli bo'ldimi? Matematikadan final qachon? U oxirida. Mayda. Maydami? Ha, mayda. Bir nechidir? Manimcha may faqat shu ekzaminlar bilan o'tsa kerak. Ha. Yo, oxiriga. Mayda yomon pishamiz. Hozirdan tayyorlanib olinglar, o'rtoqlar. Nechta question bor, nechtasini yechsa bo'ladi? Ikkita dedingiz. Finalda Yo'q, hozir midda ikkita section bor. Birinchi sectionida 10 ta multiple choice, uni hammasini ishlashing shart. Ikkinchisida 3 ta question bor, o'shandan ikkitasini tanlaysan. Ikkitasini. Ya'ni mana qara. O'chiraman deyman. Mana question 1, 2, 3 bor. Yo buni bu bilan buni, yo bu bilan buni, yo bu bilan buni tanlaysan. Davomli ishlashga to'g'ri keladi. Qaytaring yo'q, ikkitadan xolos shuni. Xullas 3 ta bor. 1, 2, 3 ta savoling bor. O'shandan ikkitasini tanlaysan. Bu bilan buni, yoki bu bilan buni, yoki bu bilan buni. Shu boshqa variant yo'q. Bitta yo'q, shular misolida. 3 ta misol. Yana bitta pastda ham chiqdi shekin. Yo'q, Uchinchisi ma'lum, uchinchisini C'si. Matematika boshqasi yo'q. 12 bir, unda 11 bilan 12 ekan. Mana 11. Bu boshqa variant. Mana section B ni A varianti, section B ni B varianti. Bir xil savol. Ikkita variant bergan. Biza bitta keyin bizga B tushadimi? Yo'q, bu lekin moqmi? Bu moq bu, vasha aloqasi. O'xshaganlarni tuzib bergan. Xuddi shu misoldagi tushadi, lekin raqamlar har xil bo'ladi, to'g'rimi? Xuddi shunaqa deya olmayman. Xullas. Birinchi savolinglar. Mana bu linear programming problem. Ikkinchi savolinglar bitta exponential equation, bitta logarithmic equation. Uchinchi savolinglar bitta hosilani qaysidir qiymatini topish, uchinchisi integral. Bo'lib qo'shni 12 integral hali o'tmagan. Integral boshqa leksiyalar ham o'tmaganmiz. O'tganmiz uni. Sizlarda leksiya bo'lgan, bizda yo'q-da. 13. Nega leksiya qo'yib berish bizda bo'lmadi? Tushunmadim, qachon Yo'q, bizning leksiyamizda integral tushuntirib beruvdingiz-da. Bizda kasal bo'luvdingiz, sizdan nechun yolg'ondingiz? Bir hafta olib tashladingiz hamma darsdan. Unda bulada ham bo'lmagan. Qaytib bo'lmadi. Unda bulada ham bo'lmagan. Nima uchun? Hamma o'tirib eshitmaganman, to'g'rimi? Revision ham o'tib berdim sizlarga. Revisionda men o'tmadim. Revisionda haligi o'tib berdilar. Tutorial teacherlar o'tib bergan. O'shangizga. Bizam tutorimiz. Mayda tekstirib o'tamiz, biz o'tirib olamiz. Tekstirlar nimasini o'tasiz? Xuddi shu temani o'tasiz. Tekstir materiallarni ochib olib o'tiradi. Mana ko'chinglar. Aha. Yo'q, sizlar tutorial o'tdingiz. O'taman. Manda ikkita guruh bor. 101 bilan 105. Voy, bizga nima cho'ling? O'shalarni chelasini olamiz. O'zi bormoqchi emasman, olmoqchi emas edim. No, shunaqa berib qo'yishgan. Xo'p, almashtirsa bo'ladimi o'shalarni? Mana so'zim, qandoq qilib hammasi CPU bilan gaplashinglar. CPU bilan gaplashinglar. Nechta o'zida beradi?
Endi o'zi shunaqa qo'ygan, o'zi o'zgartirish qiyin. Men ham necha marta kirdim yoniga. Haftasi kuniga 4 ta paradan men charchaganman dedim. Tim bo'lib Ramazonda dedim. Olib tashlagan meni 4-paralarimni dedim. Yo'q, o'zi xo'p degansiz, o'zingiz qilma degansiz, olib tashlamayman dedim. Endi boshqa o'qituvchi yo'q bo'lgandan keyin Peki hoca ikinci yılda o'zgarib ketadi ben mi o'tgan? o'zgarmaydi, bir xil tema ketadi. Yo'q, ikinci yilchi. Ikkinchi yil Ustoz aynan almashadi-yu. gruppa hammasi o'zgarib ketadi. Ikkinchi yil, uchinchi yil bu farqi yo'q. Hozir sizlar foundation yerda aralash o'tiraveradi. Foundationda aralash bo'lib ketishi mumkin, lekin sen уже year 1 ga o'tayotganingda уже yo'nalish tanlaysan. Hozir Sunderland O'shalarga o'tasizsiz? yo'q. Qayerga o'tasiz? Matematika o'qigan, уже bo'ldi matematika yo'q. Axloq foundation. Foundation matematika boshqa Business analytics o'tardim, уже foundationdan matematika to'la bo'lyapti. Qat'iy olaman. Business analytics o'tardim, statistika o'tardim. Siz foundation teacher bo'lib ketibsiz-da. Boshqa iloji qolmayapti. Year 2 ga o'tardim men. Business Ular analytics. yaxshiroq, men betayinlagan. Shunaqaroq. Ular tushunadi. Bo'ldimi? Qoladim yengillashishga. Yo'q, men tekrarlaymiz. Baba chupayamiz yo'q. Nima qilasan? Qaysini ishlash kerak? Videoni tashlab Lobby ichidan chiqmasin. Bitta kala свежий qilib videoni boshqatdan ko'rib olish kerak. Bir ko'qol